uyga mana shunday sifatli istiqbol qilish va radiator o'rnatish necha pulga tushadi degan akalar uchun bugun biz Farg'onani Kirgilisidamiz va Farg'onani Bog'dotidan ustakalarimiz shunaqangi xizmatlarni qilib bergan. Ustaka hormang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom ustaka. Xo'p. Endi hozirgi kunda bu ishlaring necha puldan bo'lyapti to'pli pollar? Hozirgi kunda bizni xizmat haqqimiz shu holatda qilib berish mahsulotidan tashqari 60 ming so'mdan qilinyapti. Aha. Bunga jamiki ishlari, shu montaj ishlari shuni ichiga o'zini oladi. Oladi. Undan tashqari elektrik ishlarni ham bu xonadonda polni o'zlaring qilib bergansizlar, to'g'rimi? Elektrik ishlarini ham o'zimiz hammasini qo'ldan chiqarib berganmiz. Xo'p, qanday holatda bo'lyapti tochkasi elektrik ishlarimiz? Elektrik ishlarimiz suvoqdan oldin bo'ladigan bo'lsa 50 ming so'mdan qilinyapti. Suvoqdan keyin mamdaqa qilib, shtraba qilib devorlarni o'yib qilish 60 ming so'mdan qilinyapti. Tochkasi. Tochkasi. Endi radiatorlarimizni bitta tochkasi ishlatib berish holatgacha necha pul bo'lyapti? Radiatorlarimiz mana xuddi shu holatga kelishi, jamiki turbalari o'zini ichiga oladi. Montaj ishlari hammasi ichida ishlatib berishi 500 ming so'm qilinyapti bitta radiatorimiz.